Mana biz hozir juda ham sложный patsientkani sложный diagnoz bilan kollegialni birgalikda operatsiya o'tkazdik, gastroskopiya. Bu patsientkamizda sindrom Ashermana 3 yildan beri diagnoz qo'yiladi. 2 marta Rossiyskiy Federatsiyada gastroskopiya, razъединение spike operatsiyasi o'tkazilgan va bularni men o'z ko'zim bilan Qirg'izistonda ko'rganimda sindrom Ashermana 3-4 darajada deb diagnoz qo'yganman. Hozir bular biz oldimizga gastroskopiya, razъединение spike plus subendometriальный autoplazмотерапиyaga kelganlar. В ходе Технически judayam сложная операция, поэтому man коллегиально главный врачimiz Dildora Farhatovnani va ultraзвуковой diagnostimiz Nozima Abdurahmonovnani chaqirishga qaror qildim. Ko'rib turganingizdek, kollegialni birgalikda осторожностью, chunki bundan oldin bu yerda ложный xodlar bo'lgan ekan. Под контролем УЗИ, bu высокотехнологичный operatsiyalardan bittasi hisoblanadi. Даже gastroskop ko'rib bersa ham, lekin sindrom Ashermana judayam выраженный 4-darajada sinexis, o'sha spachniy proses bo'lgani uchun ko'rayotganda qayoqqa ketayotganingni bilmasliging mumkin. Risk perforatsiya bu yerda juda ham katta, har bitta xirurglar buni tushunadi. Поэтому hozir главный vrachimiz bilan birgalikda biz o'sha polismatga yo'l topdik va под контролем УЗИ ko'rib turdik va xudoga shukr hozir chiroyli qilib subendometriальный autoplazмотерапия o'tkazdik, spaykalarni, o'sha sinexilarni рассекать qildik. Xudo xolasa bir marta second look operatsiyasini qaytaramiz bo'ladi.